Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsligimiz kompyuterning yangi fishkalari haqida bo'ladi. Bu fishkalardan men bir dona o'zim uchun yangi deb o'ylagan narsamni sizlarga ko'rsataman. Bu hammaga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bu narsa bizni kompyuterdagi papkamizni ko'rinmas qilib qo'yadi. Ko'rinmas deganda ekranga, ya'ni yashirib qo'ysa bo'ladi degani. Endi buni qanday qilamiz degan savolda hozir men ko'p gapirib o'tirmayman va ishni boshlayman. Buning uchun istagan holatda papka ochib olasizlar. Men hozir new folder ochib ko'raman. Boshqa narsa emas. Bu yerga o'zimda Telegram nomimni qo'yaman. Telegramdagi bu username'im bu. Shu bilan saqlayman. Endi buni men bu yoqqa o'tganda bularni ajratib turish uchun o'tdim. Bu shart asosida joyida ham qilsa bo'ladi. Endi biz sichqonchani papkamizga olib kelamizda, sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz va properties bo'limidagi customize bo'limiga o'tib, buni ichidan ham change icon degan buton turibdi, ya'ni tugma turibdi. Shuni ustiga bossak bizga istagan o'sha ikonlarimiz kelib chiqadi. Bu logolarni istaganimizni qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Men mana shuni qo'ydim va oq tugmasini bosaman. Menda bu narsa qabul bo'ldi, ya'ni almashdi. Faqat buni tasdiqlash kerak. Tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib qo'yamiz va bu narsa almashdi. Ko'rib turganlaringdek bu qora holatda ko'rsatadi. Endi buni umuman ko'rinmaydigan holatda, qaysi biri ko'rinmaydigan holat, qaysi biri ko'rinadigan holat, bunisini ham ko'ramiz. Yana o'sha customize bo'limidagi change icon va yana o'sha yerga o'tib, ikkinchisini olib OK va tasdiqlaymiz. Endi yana bu yerga o'tamiz. Bu ham change icon boshqa menimcha bunaqasi yo'q ekan, yomoni bormikan? Narsa hisoblansa mana shu yerdan shuni talab qilamiz va ko'rib turganlaringdek bu narsa mana umuman ko'rinmas qilib qo'yilgan. Xohlagan joylarga qo'yishing mumkin. Bu yerga rangli qismlarga ham qo'yish mumkin. Bu orqa fon umuman ko'rinmagan, ya'ni dasturlash tilida aytganda transparent holatga olib kelib qo'yadi. Buni biz istagan joyimizga qo'ya olamiz. Mana bu yerga ham qo'yib qo'yish mumkin. Bu papkalarni yashirish deb ayta olaman. Ya'ni ochiqchasigada bu juda bilmay qolmaydigan narsa. Lekin uncha ko'rmagan, bilmagan odamlar kelib turib, demakki o'zini username'ini tashlab qo'yibdi deydi hozir. Ortiqcha o'ylamaydi. Men keyingi videolarda rejalashtiryapman. Kompyuterdagi Windows logo bilan foydalaniladigan, qo'llaniladigan klaviaturalar kombinatsiyasini olib chiqishdi YouTube'ga. Video chaqirib olib chiqishni rejalashtiryapman. Albatta, like tugmachasini bosasizlar va podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar. Meni kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda sizlarga quyidagiroq ma'lumotlar olib chiqishga harakat qilaman. Bundan-da yaxshi ma'lumotlar faqat